Azimjonov Kozhimbek, qalaysan? Yaxshi. Tuzumsan? Uyda ahvollar qalay? Yaxshi emas-da shu. Suhrobjon, yaxshimisiz? O'g'lim Azimjonov Kozhimbekni yaxshilab o'zingiz tarbiya qilib bering. Ko'p gap qaytaryapti, men aytganlarimni qilmayapti, darslarni qilmayapti. Maktabda ham ustozlardan gap eshittirib kelyapti menga. Ustozlarga ham gap qaytaryapti ekan. Baholari 2-3 bo'lib yotibdi. Umuman aytganimni qilmayapti. Ko'p yolg'on gapiryapti. Shunda yaxshilab tarbiya qilib bering, iltimos. Uchingdan jalba tushdi. Uyda oyingga gap qaytaryapsan ekan, darslaringni qilmayapsan ekan, o'qituvchilaringdan jalba tushdi uydagilarga. Ha, o'zgaribsan ancha. Yot dedim. Savzora yot. Nechtasi qildik? Nechta o'ring? 2ta. Ko'paytiramiz 2ga yana. 4 ta yetadi. Tayyormisan? Yot! Hozir kallangga uraman. Yot dedim. Tur bu yoqqa. Tur dedim senga. Ko'rsatib qo'yaman senga uydagilarga gap qaytarish. Tur, tekst tur, menga qarab tur. Tur o'rningdan. Tur. Metga tur. Mahmudga tur. Oyog'ingni och, endi songa ketadi bu yoq. Oyog'ingni och dedim. Oyog'ingni och. Yo'q, mana shunday oyog'ingni och. Basharangga uraman Mahmudga. Och. Tekst tur. Men senga uydagilarga gap qaytarish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Yo'q, senlarga saboq bo'lsin bu. Tur metga. Ha, o'qituvchingga gap qaytaradigan bo'ldingiz endi. Tur metga. Ha. Xohlasam yana uraman. Yo'q, to'g'ri tur, menga qarab. Oyog'ing to'g'rila. Nima deyish kerak? Yana. Ikkinchi qaytarmaydi. Agar o'qituvchingdan eshitsam, gap qaytarayotganing, o'qishlaring tushganini eshitsam, yo uyindagilardan shunaqa gap eshitsam, gap qaytaryapti, aytganimni qilmayapti degan. Dabdaringni chiqarib tashlayman, tushundingmi? Keyingi safar urib haydaveraman mana shu. Kerak emas menga bunaqa shogirdlar, tarbiyasizlar. Tushundingmi? Bor joyingga. Senlarga saboq bo'lsin, tushundingmi? Birinchi o'rinda tarbiya. Keyin o'qishni joyiga qo'yamiz. Keyin bo'ladi trenirovka. Tushunlaringmi?